Ba'zi insonlarning yoshi shunchaki raqam emas, ularning umr yo'li bir oilaning, bir mahallaning, hatto bir avlodning tarixidir. Ziyoda momo Fayziyeva ham ana shunday qutlug' yoshga yetgan, hayotning bir asrlik sinovlari va quvonchlarini ko'rgan nuroniylardandir. Muxbirimiz Durdona Eshmurodova Sherobod tumanining Buyuk Ipak yo'li mahallasi bo'lib, momo bilan suhbatlashdi. Batafsil navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. 100 yosh bilan yuzlashing, topganlaringiz to'ylaringizga buyursin, qo'sha qaring. Albatta, kimgadir tilak bildirayotganimizda mana shu jumlalarni tez-tez ishlatamiz. Xo'sh, 100 yoshga kirish uchun va yaxshi hayot kechirish uchun nima qilish kerak? Bugun Sherobod tumanidagi Buyuk Ipak yo'li mahallasida istiqomat qilayotgan 107 yoshli Ziyodaxon momaning xonadonidamiz. Albatta, momojondan biz 100 yoshga yetish sirlari haqida so'rab olmoqchimiz. Ba'zan inson umri shunchaki yillar bilan emas, undan qolgan xotiralar bilan o'lchanadi. Bir asrga yaqin umr bu insonning emas, bir necha avlodning tarixi, kechagi kun bilan bugunni bog'lab turuvchi tirik xotira. Buyuk Ipak yo'li mahallasida yashovchi Ziyoda momo Fayziyeva 107 yoshda. Bir asrdan ortiq vaqt davomida zamonlar o'zgardi. Hayotning turli sinov va quvonchlari almashdi. Ammo momoning oilaga, farzandlarga bo'lgan mehr-muhabbati hamon o'sha. Bir o'g'ilni voyaga yetkazgan Ziyoda momoning bugun 8 nabirasi, 30 ga yaqin chevarasi va 8 nafar evarasi bor. G'ibat qilganim yo'q. To'g'ri gapimni betga aytaydim. Yomoni bo'lsa ham, yaxshi bo'lsa ham orqasidan gapirmasin. Momajon, necha yoshdasiz? 107 ga, 21-yil. Qayerlarda ishlagansiz? Detsatga ishlaganman 4 yil. Balisaga ishlaganman. Bir o'g'lim bor 75 ga. Bala chaqa xotini bor. Nebara chevara ko'p. Onam 95 ga kirib o'yladi. Men shunchaga kirdim. Bunday g'ayratli, sog'lom bo'lishda siri nimada? Shu yoshga kirib balisa yotib ko'rganim yo'q. Dori ichib ko'rganim yo'q. Osmon nima bilmayman. Bitta valerinka ichaman 2 kun 3 kunga. Boshqa nimani bilmayman. Momoning ertaklarini tinglab ulg'aygan nabiralaridan biri bugun ustozlik qilmoqda. Uning aytishicha, bolalikdagi momosi bilan bo'lgan suhbatlar va nasihatlar dunyoqarashining shakllanishida muhim o'rin tutgan. Termiz davlat universitetida moliya kafedrasi o'qituvchisiman. 5 yildan beri mana shu kafedrada faoliyat yuritaman. Meni momom Fayziyeva Ziyoda 107 yoshni qarshi olgan. Momam meni bilan birga yashaydi, chunki men momamning tarbiyasini olganman. Momamni shu tirik jonli tarix deb aytishimiz mumkin. Momamdan ko'p nasihatlarni olganman. Momamni mana shu o'gitlarini olganman. Mana shu o'gitlariga amal qilganim uchun men mana shunday hozir shaxs bo'lib yetishib turibman. Men prezidentimizdan minnatdorman. Mana shu hukumatimizni ko'rsatilgan barcha qariyalarni qadrlash, ularni ulug'lash, ularga ehtirom ko'rsatish borasidagi ishlarini men juda qadrlayman. Chunki mana shu momamga o'xshagan mana shu yoshdagi qariyalarimizni holidan davlatimiz rahbarlari doim xabar olib kelmoqda. Momam bir qancha ocharchilik, qahatchilik davrlarini boshdan o'tkazgan. Ikkinchi jahon urushi davrida ham front ortida mehnat qilgan. Aslida momamning turmush o'rtoqlari 1986-yilda vafot etgan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi bo'lgan. Hozirgi kunda mana shu momamni nasihatlarini olaman, chunki momam o'sha davrlarni ko'rib, o'sha davrlarni tarixini bizga so'zlab beradilar va o'sha nasihatlariga amal qilib kelaman hozirgi kungacha. Bugun yurtimizda nuroniylarni e'zozlash, ularning hayotiy tajribasi va duosini qadrlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero, keksalar bor xonadonda fayz bor, baraka bor. Ular bor ekan, tarbiya va hayot sabog'i davom etaveradi. Ziyoda momoning 107 yillik umri ham ana shu haqiqatni eslatadi. Insonning eng katta merosi mol dunyosida, boyligida emas, uning chin boyligi ortidan qoladigan yaxshi nom, bergan tarbiyasi va munosib avlodidir. Yashayman desa, yomon yo'lga yurmasin, o'g'illik qilmasin, yolg'on gapirmasin. Shunday yo'lga yursa, mana shunday yashaydi. Nasib bo'lsa.
Dunyo tinch bo'lsin. Har kim bola chaqani boshiga sog' yashasin. Dunyo tinch bo'lsin. Topgani hatto yaxshi kunga ketsin. Yaxshi yashasin. O'g'il qizini huzurini ko'rsin.